Fevral oyida qilinadigan ishlarni qisqacha tushuntirib gaplashib o'tamiz. 2026-yil 14-fevral holatiga. Mana arilarni endi qizdirishni boshlayapman. Istishi bir qator endi qildim. Bir 3 kun 4 kundan keyin xudo xolasa bularni qizdiramiz. Hozir mana bittasini ko'rsatib yuboring. Keling, men Peneplex ishlatamiz. Birinchisi nima edi? Mana qarang. 4 narsa asosiy narsa. Bir 10 taga yaqin fevralda qilinadigan ish bor. Misol uchun eng asosiysi ozuqa, issiqlik, suv, havo dedik. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta yana ularni ham hozir sanab o'tamiz. Birinchisi ozuqaga keladigan bo'lsak, demak arilarni ramkasida ozuqasi yetarli bo'lishi kerak. Tak, bu birinchi ramka. Mana 4 ta ramkani qoldirdik. Ikki tarafidan qistirib qo'yamiz. Nima uchun? Aytganmiz, qistirib qo'ysak ichi torlanadi. Tor bo'lgandan keyin arilar tor joyi yaxshi qizdiradi. Qizdirmasak ham bo'ladi. Qizdirsak ona arimiz ko'proq maydonga tuxum qo'yadi. Lekin har arilarimiz tuxumga kirmagan. Bitta ikkitasiga ko'zim tushdi, tuxumga kirgan. Oldin ham aytar edim, arilarni qanchalik kechroq tuxumga kirgani bizlarga yaxshi, o'zlariga ham yaxshi. Ari sog'lom bo'lsagina kechroq tuxumga kiradi. Nosog'lom arilar erta tuxumga kiradi. Demak, birinchisi aytdik, issiqlik, toraytirdik. Ikkinchisi ozuqa, ozuqa yetarli. Uchinchisi havo. Mana bu yerdan havo kirib turish kerak. Bu yoqdan keling. Litogni pastidan kirib, tepasidan chiqib turish kerak. Undan tashqari 5-moment. Litogni sal toraytiramiz. Havoni to'sib qo'ymaymiz. Ichkarida arilar, mana bu tutun tegyapti sizga. Ichkarida arilar tuxum qo'ygandan keyin ularga havo kerak bo'ladi. Mana bu yerdan havo kirib, bu yerdan chiqib turadi. 5-si. 6-si. Agar tegida musor bo'ladigan bo'lsa, xokandozda musorni olib tashlasangiz bo'ladi, 10-15 ta ariz bo'lsa. Lekin men u ishni qilmayman. Qaysi birdadir ko'p o'lik bo'lsa, o'likni olib tashlayman. Nima qilsada, uni olib tashlasak, keling, men bu o'tiring, o'z o'rnimda oling. Yo'q, quyur. Ha, unda o'tirib oling. Ichkari issiq bo'lgandan keyin terlash ham mumkin bo'ladi. Rasplotdan o'zidan juda katta miqdorda havo chiqazadi. Ular suvga ham tashlaydi. Hozir suvni ham masalasini gaplashamiz. Tegidagi o'lgan arilarga suv oqib tushgandan keyin u arilar chirishni boshlaydi, sasishni boshlaydi. Keyin ularda o'sha ichaklaridagi kasalliklar, zamburug', askarferoz shunga o'xshagan juda ko'p kasalliklar qo'zg'alib qolishi mumkin. Arilar uni tozalashga majbur bo'ladi. Uni tozalayotganda o'zlariga kasal yuqtirishi mumkin. 7-dan pastdagi litogni ochib qo'ysangiz, ular o'sha yerdan tezroq olib chiqib tashlashga oson bo'ladi. Agar bu yopiq bo'lsa, arilar o'zini yukidan og'ir yukni ko'tarib tepaga chiqib, mana bu yerdan olib chiqib, uzoqqa olib borib tashlash kerak. Mashina tashlasa ham bo'ladi, lekin bu jonzot shunaqa chistoplotniki, nafaqat o'zini oilasini, o'zini oldini ham toza saqlaydi. Shunaqangi bir barakatli jonzot hisoblanadi bu. Tak, yana bitta oxirgisi arilarni litogini yana toraytirish anaqasidan bittasi. Arilar kech kuzda bular o'sha instinkt bir-birini ovqat qolmagan paytida bir-birini asalni o'g'irlashga odatlanganligi, erta bahorgacha yashab o'tadi-ku ular. Erta bahor ham chiqib shu qaysidir arini kuchsizini topib o'sha yerda asal o'g'irlashga harakat qiladi. 9-10-si. Agar ichkarida ona aris qaysidir yashikda o'lib qolgan bo'lsa, misol uchun, o'g'ri arilar keladi aylanib-aylanib. Balki qunmasdan yoki qo'nib, o'sha ichkarida ona ari yo'qligini sezadi. Ichkarida sezadi va o'sha asalni o'g'irlashni boshlaydi. U arilar asalni himoya qilmaydi. Endi uni men fan darslarimda aytib o'tganman, nega himoya qilmaydi. Tak, keyin xudo ko'rsatmasin, o'sha arida nazematoz yoki genilis kasalligi bo'ladigan bo'lsa, vaqt ketyaptimi belki? U kasallikni arilar hammasi olib ketib, o'z ves arizoris kasalga tarqalib ketadi. Bu birinchi yomon holat. Ikkinchisi, bir o'g'irlikka o'rgangan ari keyin sizni orqangizdan ergashib yuradi. Qayerga borsangiz, mana shu yerga kelib ochsangiz, kelib mana shu asalni o'g'irlagisi kelaveradi. Keyin ichkaridagilar unga atvet qiladi. Bir-birini hujum qilaman deb keyin sizni qo'lingizga chaqadi. Keyin siz har doim dimarni olib puflab kiyimlaringizni sasib tashlaysiz. Keyin u arilarni qachon umri tugab o'lishini kutasiz. Mana shu o'g'irlikka o'rganib qolgan arilarni. Shuning uchun napatga hech qachon professional arichi yo'l qo'ymaydi yoki u arisni bir burchagiga sirop bermaydi. Asal chirigan asal, sasib qolgan asallarni opshi payalgaga bermaydi. Hatto dasturxondagi varinalarga ham arisni o'rgatish kerak emas. Arini napatga o'rgatgani bu kasallar tarqalgani va asalarichilikning nomutaxassisligidan dalolat beradi. Hatto o'sha sun'iy gulchangni tayyorlab, o'sha ko'chalarga berish ham aslida tarafdori emasman. Tak, endi suv qolib ketdi, ha? Suvga keladigan bo'lsak, mana ko'pchilik
sirop berishni boshladik. Menga telefon qiladi, ustoz yoki o'rtoq, sirop berishni qachon boshlaymiz? Men aytaman, kitoblarda u narsa yo'q. Sirop berishni boshlash, sirop berishning muddati keldi degan narsa yo'q. Sirop berish, kandi berish bu asalarichilikni bilmagan insonlarning anaqasi. Ishi deb hisoblayman. Undan ko'ra siz Yozdi. shular janjal qotdimi? Yozdi. Nima deb o'tdim? Sirop. Undan ko'ra siz bularga suv berishingiz kerak. Mana bu hozir 4 ta narsani ichida eng asosiy muhimlardan bittasi suv hisoblanadi. Agar patoloshniy karmushkangiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu arilarni ustiga patoloshniy, ya'ni ustiga qo'yadigan karmushka bo'ladi, mana bu turadigan, o'sha yoqqa suv qo'yib qo'ying. Bular o'sha suvga hozir rasa farzand yetishtirish, farzand boqish uchun o'sha budqa tayyorlaydi-yu. Gulchang va asalning budqasini tayyorlash uchun suvga ehtiyoji baland bo'ladi bularni. Bu demak shirin suv, ya'ni chuchuk suv. Ikkinchi moment shur suv, uni ham keling. Ikkinchisi, ariz-orizni mana shunaqa burchagiga shur suv qilib qo'yishingiz kerak. Mana bunaqa idishlarga aralar cho'kmaydigan qilib. Shur bo'lganda ham u daraja shur bo'lishi kerak emas. Mana bunday qilib ozgina yalab ko'rganingizda shurligi ozgina sezilsa bo'ldi. Ko'p bo'lib ketsa arilar olmaydi. Buni shu tuzi tarkibidagi natriy, kaliy va shunga o'xshagan moddalar o'sha arilarni bola boqishiga, bola yetishtirishi uchun juda muhim hisoblanadi. Bu birinchi moment. Mana bunaqa oqova suv qilib qo'yish kerak. Endi bu bizlar nomutaxassis, palapartis o'sha kuni shoshilinch qo'ydik. Mana shu shipirga oqizib qo'ysangiz yoki taxtani ustini frezer bilan mana bunaqa qilib kestirib qo'ysangiz, arilar kelib o'sha chuqurchadan oqayotgan suvni oladi. Quruq joyda o'tirib damini oladi, nafasini oladi. Shunda uchib uyga ketadi. Siz buni qilmasangiz nima bo'ladi? Suv bor-ku, kranida desangiz bo'lmaydi. Hozir arilar immuniteti slabi paytda kelib shu balchiqqa o'tiradi, ariqqa o'tiradi, etga betga o'tiradi. Birinchidan ularga sovuq ta'sir qilsa, qanoti yaxshi ishlamay qolsa, kun isishini kutaman deb o'sha yerda o'lib ketadi. Birinchisi. Ikkinchisi, agar uchib ketsa ham yerdan har qanaqa zamburug'li, zararli kunanda bakteriya, virus, shunga o'xshagan narsalarni uyiga olib borib, bolasida uyida kasallik orttirib qo'yishi mumkin. Xo'sh, bu shifr yana bitta joyini aytingizlarga. Mana bu ichidan kichkina suv oqib tursa, ikkalasidan. Mana bu qirralari quruq turadi. Arilar quruq joyga o'tiradi, sekin oldiga tushib suv ichadi, qaytib chiqadi quruq joyda, yo bo'g'in to'g'rilaydi, uyga ketadi. Mana shunaqa effekti bor mana shu valnani yoki yog'ochni. Shu narsani ta'minlab qo'yishingiz kerak. Bu обязательно qilinadigan ishlardan biri. Gulchangga keladigan bo'lsak, gulchang bu anaqadan ham muhim, suvdan ham muhim. Bu birinchisi. Daraxt, gulchang beradigan daraxt ekish kerak. Kitoblarda shunaqa deyilgan. Lekin bizlar shu usulni qo'llaymiz. May, iyun oyida eng gulchang ko'p bo'lgan paytida gulchangli ramkalarni olib qo'yamiz. Mana hozir o'sha gulchangli ramkalarim yo'qligi uchun men demak mana bunaqa kandiga murojaat qildim. Bu kandi emas, tabiiy asal bilan qilingan, ichiga vitamin qo'shilgan. Buni bizlar arilarga bermaymiz. Kandining tarafdori emasman, lekin 20 dona atsovskiy semya, ota, ya'ni qo'chqor chiqazadigan arilarimizni ustiga tabiiy asal bo'lganligi uchun eng yaxshi stimulyator bu sun'iy emas, tabiiy asal hisoblanadi. Tabiiy asal va vitaminga qo'shilganligi uchun erkaklarimiz mustahkam chiqadi va tezroq ularga stimulyatsiya berib, tezroq urib qo'ysa, ertaroq qo'chqorlarimiz tayyor bo'ladi. Keyin shu qo'chqorlarimiz Emegoni qo'chqorlari va Germaniyadan kelgan Agetini qizlari bilan uchrashuv qilgandan keyin biz chiqazgan matkalari sifati juda baland bo'ladi. Ana o'shalargagina berish uchun 20 dona olib keltirdim. Kandini tarafdori emasman. Kandi o'zi nimaga chiqariladi va nima masalada kerak bo'ladi? Kandi o'sha noprofessional, nomutaxassis asalarichilar qishda arisini ochlikdan o'ldirib qo'yayotganligi sababli olimlar tomonidan qishda asal berib bo'lmaydi, oqib ketadi. Sirop sovuqlik qiladi. O'shalarning ikkalasini konsentratsiya nima deydi nimasini aralashtirib oqmaydigan qilib arilarni ozuqasiz qolgan paytida erta bahorga chiqish uchun o'ylab chiqilgan narsa. Kandining ikkinchi masalasi mana bunaqa qafaschalarda ona arini uzoq-uzoqlarga jo'natayotganda asal bersangiz, ona ari qanoti bilan yopishib qoladi. Sirop bersangiz, sirop oqib ketadi. Shuning uchun mana shunaqa kandi o'ylab chiqilgan va mana mamtida o'zi kamroq qolgan ekan. Kandi bilan to'ldirib qo'ysangiz, men shunaqa usul bilan
ona arilarni jo'nataman. Shunaqa savollar bo'ldi. Ona aringiz 1 ramkada keladimi, yarim ramkada keladimi degan savollar ham bor ekan. Ona arimiz mana bunaqa qafaschada keladi. Mana bu turda ona ari qamaladi. 4 ta 5 ta ishchi arilar qo'yiladi. Yo'lda bular gaplashib, bir-birini isib ketsa sovutib, bexavotir manzilga yetib borish uchun qafasning ichida ketiladi. Yonida teshiklardan havo kirib turadi. Qorni och qolsa kandindan yeb turadi. Uyingizga olib borgandan keyin mana bu quloqchasini shundoq qilib ochasiz. Shundoq yetim bo'lib turgan baribir men onalari sotayotgan klientlarimizga qanaqa qilib qabul qildirish, qanaqa qilib yaxshi asal olishlarini yo'l urug'ini o'rgatamanki, ertaga ular qaysidir ishni qila olmasdan aybni matkadan qidirib, Yahyoni matkasi yomon ekan fikrga bormasligi uchun sotgan matkamni ham to'g'ri boqish asalari uchun to'g'ri boqish instruksiyasini ham beramiz. Shuning uchun olib borib qo'yganingizdan keyin birinchidan qabul qilish zo'r kechadi. Ikkinchidan bu arilar ertasiga tuxumga kiradi. Keyin ko'pchilik yana so'raydi, "Men gumbak olsam bo'ladimi? Qimmat ekan matkalaringiz." Yo'q, gumbak uzoq tumanlarga sotmaymiz. Uni sababini tushuntiraman men sizga hozir. Gumbak tug'ilmasdan turib, mana matishnik tug'ilmasdan turib ichida уже ona ari signal berishi, tug'ilgandan so'ng 1 sutka davomida uni jinsiy a'zosi mukammal rivojlanadi. Men bitta qarab tursam-chi. Tak. O'sha paytda ona ari tez tug'iladi, maqsad shohlik taxtini egallash uchun chiqib janjal qilib, taxtni egallash uchun tez chiqadi, lekin uni jinsiy a'zosi hali bachadon patrubkachalari 100% shakllanmagan bo'ladi. Siz gumbakni olib ketsangiz, mashinada olib ketasiz, yo'lda, qafasda olib ketasiz, farqi yo'q. Bu arining ichidagi mikroklimat buziladi. Shundan so'ng uni 70%, 80% bachadon patrubkalari ishlagani bilan qolganlari rivojlanmay qoladi. Ertaga u ari sog' salomat ona ari urchib kelib tuxumga kirgandan so'ng maksimalniy kuch bilan tuxum qo'ya olmaydi. 2000 ta tuxum qo'yish o'rniga 1,5 ming dona tuxum qo'yishi mumkin. Natijada ari rivojlanmaydi. Keyin Yahyoni arisi yomon ekan degan fikrga borib qolasiz. Shuning uchun mana shunaqa ilmiy tasdiqlangan naqalarni inobatga olib, uzoq joylarga men gumbak sotmayman. Uni sababini tushuntirdim. Yaqin qo'shni tumanlarga bo'lsa, atvodga olib kelsa, ichiga solib bersan yoki mashinani issiq joyda zudlik bilan olib borib ariga quysa bo'ladi, lekin uzoq joyga bo'lmaydi. Faqat qo'shni tumanlarga berishim mumkin bo'ladi. Lekin siz ona ari oladigan bo'lsangiz, siz 3 karralik, 10 karralik yutib ketasiz. Uruqqa kirgan ona arini qabul qildirish 100% kechadi. Ertasiga yo'q tuxumga kiradi. Gumbak birinchidan tug'ilganda yo'lda sovuq ta'sir qilib, anaqasi slabi bo'lib qoladi bachadoni. Ikkinchidan u urchib kelguncha vaqt o'tadi. Uni qabul qilish qiyin bo'ladi. Urchib kelgandan keyin klubga olib chaynab qo'yishi mumkin. Undan tashqari qush yeb qo'yishi mumkin, yomg'irda qolib ketishi mumkin. Shunaqa inobatga olib hammasi udashli bo'lgan taqdirda ham agar tuxumga kirsa, undan tug'ilgan bola 20 kundan keyin ishga kirishadi. Tug'iladi. Undan 10 kun u urchishga vaqt ketadi. Bir 5-6 kun urchigandan keyin farzand tug'ishga umri ketadi. Farzand tug'ishni boshlasa, u ko'p tug'adigan ritmga chiqish uchun yana 1 oy vaqt ketib qoladi. Lekin siz uruqqa kirgan ona arini olsangiz, u o'sha 1 kaft, 2 kaft tuxum qo'ygan bo'ladi. O'sha tuxum qo'yish ritmi ancha baland bo'ladi. Shu zahotiyoq 2 kun, 3 kuncha 1 ramkangizni, 1 ramka aringizni ikki tarafiga bemalol tuxum qo'yib biladi. Mana misol uchun 2-3 kunda mana shunaqa ramkalarni ikki tarafini to'ldiradi. Lekin siz gumbagingiz u tuxumga kirguncha sizni plodniy matkangiz 6 ta mana bunaqa ramkani to'liq rasplod bilan to'ldirib qo'yadi. Zato asal sezoniga borguncha sizni o'zi qo'l ostingizda plodniy matkadan 15 ming, 20 ming dona askar yig'iladi. U endi rivojlangan bo'ladi. Ertaga keyin asal sezoniga borgandan keyin bu sizga 15 kilo asal bersa, u 1 kilo ham asal bermaydi. Siz 25 mingga gumbak olib 1 so'm foyda kirmaysiz. Misol uchun 120 ming, 150 mingga uruqqa kirgan ona arini olib turib 15 kilo. Misol uchun 1-2-3 milliongacha foyda qilib ketasiz zato. Shuning uchun gumbakni nafaqat xavf-xatar, uni zararli taraflarini ham sizga hisoblab berishim kerak bo'ladi. Keling, arilarning bitta holatini bugun ko'rsatib boramiz. Qay holatda turibdi va nimalar qilyapmiz. Tak, demak ikkitali oila ekan. Demak mana arilar. Tak, 5-6 ta ramkada turibdi. Xudo xolasa bularni 3-4 kundan keyin xudo xolasa qizdirib tashlayman. Tak, mana demak arilar. Bu demak ikkita oilali ekan. Mana bunisini ham keling ko'rsataylikchi. Bu bir oilalik shekilli. Mana. Keling. 1 2 3 4 5 6 7 ta ramkada xudo xolasa. Arilar mana shunaqa holatda.
hech qanaqangi qizdirilmagan. Endi xudo xolasa sal kelimaman ko'rsating. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta. 11 ramkada ari. Biz qizdirmasak ham bo'ladi, lekin qizdirib qo'ysak ularni sal tuxum qo'yish anaqasini ko'tarishga yordam beramiz. Xo'sh, yana bitta savollar tushdi do'stlar. Ha, bizni shogird olmaysizmi Yahyo aka? Sizga shogird tushdi. Shogird olishni boshlaganmiz. O'tgan safar e'lon berdim. Do'stlar, shogirdlik olish uchun zakriti klubimni e'lon qildim. O'sha yoqqa o'tsangiz, ko'pchilik xato tushunib qo'yibdilar. Men e'lon beruvdim. Yangi asalarichilikni bizni kursimizni sotib olib ko'rayotganlarni 80% yangi asalarichilar bo'lib chiqdi. Keyin telefonda har kuni 10 ta 15 ta odam, 20 ta odam bilan gaplashaman, aniqlashtirsam, aka, sizni kursingiz yangi boshlovchilarga deb o'ylamiz. Yo'q do'stlar, o'tgan yili bir aprosnik joylashtiruvdim, mana mana bu qo'yib qo'yaman. Eng katta javobni bilim yetishmasligi deb javob berganlar uchun bizlar komandamiz bilan eng mukammal bo'lgan mavzular: arini qishda o'ldirib qo'ymaslik, arini ko'paytirish, kasalliklarga chaldirib qo'ymaslik, yana nima edi? Ko'p asal olish va shunga o'xshagan juda qimmatli ma'lumotlarni joylashtirganmiz. Eng qizig'i, kursimiz sotib olgan odamlarni ichidagi asalarichi bo'lganlardan zo'r savollar, zo'r takliflar tushmoqda. Asalaarichilardan zo'r taklif tushdi. Qarang, navbatdagi darslikni xudo xolasa ishlaymiz. Yil davomida qilinadigan ishlar. Yanvar oyining 1-sida, 10-sida, 20-sida, 30-sida, fevral oyining 1, 10 yil davomida har bir oyni 10 kunligida qilinadigan ishlar ro'yxatini tuzib chiqamiz. Shunaqa taklif asalarichi bo'lib turib kursimizni ko'rayotgan bolalardan chiqdi. Yana bir taklif chiqdi. Giniliz chirish kasalligini chuqurlashtirgan holatda mavzu qilib bering. Yana 3-taklif tushdi. Kasalliklarga qarshi kurashishda qo'llaniladigan dorilarni qo'llash usullari va chislasi hamda issiq sovuq, qaysi sezonda qaysi qanaqa qilib ishlatamiz. Mana shu taklif chiqdi. Yana bitta taklif hozircha esimda yo'q. Uni yozib qo'yamiz. Siz asalarichi bizani jamoaga qo'shilsangiz, mana shu asalarichilik sohasini mukammal qilamiz. Keyin men ertalabdan kechgacha hammaga shogirdlikka olganlarga javob berishga vaqtim, imkoniyatim yo'q. Chunki o'zimning rejalarim bor. Yangi innovatsiyalar bor. Shuni joriy qilishimiz uchun siz meni birinchi kurslarimni hammasi bilan o'qib, onlayn ko'rib chiqasiz. Ha, savo. Darsiz qayerda bo'ladi? Qayerga? Yo'q, hech qayerga borishingiz kerak emas. Shunaqa savollar ham bo'ldi. Dars telefoningiz bo'lsa qo'lingizda. Sotib olganingizdan keyin shu telefonda o'zi eshitib, ko'rib ketaverasiz. Uyda, yo'lda, zarulyon, xohlagan joyingizda. Keyin tushunmagan joyini tagiga yozasiz. Yaxshi aka, men bu joyini tushunarsiz. Yoki Galasavoy, assalomu alaykum. Mamlakatga qo'shimcha dars qilib bering. Bo'ldi, darsligimiz shunaqa, juda qulay. Onlayn, offlayn tomosha qilasiz. Bir marta zagurska qilib olsangiz bo'ldi, keyin bir umr sizga qoladi. 1 yil davomida men sizni bilmagan joyingizni saparvajdat qilishi tuhfa sifatida qilib beraman. Undan tashqari 28-mavzudan uyog'iga 4 ta, 5 ta, 6 ta, balkim 10 tadir bizlarda muammoimiz yechilmagan qaysidir muammo bor. Misol uchun arilarni zaharlab qo'yibdi. Qishdan olib chiqish yana qanaqangidir metodlarni o'rganaylik. Giniliz mana kalendar bo'yicha mukammal darslik joriy qilamiz inshaalloh. Sizlarning iltimosinglar bizni hayratlantiradi. Bizlar o'z ustimizda ishlab komandamiz bilan zo'r mukammal darslik chiqazamiz shundan keyin. Shuning uchun bu darslarimiz aslida asalarichilarga taalluqli. Lekin ko'pchilik men so'rab surishtirdim, yangi boshlovchilarga deb o'ylab qolibdilar. Yo'q, unaqa emas. Bu darslarning tarkibini bir ko'rib chiqsangiz, siz hozir mana misol uchun bitta asalar yashigida 1 yilda 20 million so'mgacha foyda olish. Bu realni biz tarafdan qo'llanilgan ish beradigan usul. Bizlarga kerak emas deb o'ylaganlar bor ekan. Ha, meni bilimim yetarli. Yo'q, bilim hech kimda yetarli emas. Bu bizda ham bilim yetarli emas. Biz ham ustozlarimiz bor, biz ham o'sha bor bilimimizni u yoqqa olib ketmaymiz. Bor bilimimizni sizlar bilan bo'lishamizki, sizlar ham bizlar darajamizga chiqib, bizlardan ham o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Bizlar bilamiz deb o'ylaganman. Mana 35 yoshga chiqqanimcha yoshligimdan arining ichida katta bo'lib, 1 yil arichilikka shug'ullanib, o'sha paytda 50 million, bugungi kun koeffitsiyenti bilan 100 million zarar ko'rganman. O'sha bo'yicha darsligimda 8 ta xatoni yo'l qo'yganman. Luboy manaman degan arichi 5 yil, 10 yildan beri bosgan ukam, assalomu alaykum ukam, yaxshimisan? Arim o'lib qoldi. Ha, nima bo'ldi? Ko'z oyida qarashga vaqtim bo'lmadi. Kana yeb qo'ydi, tropiya aybdor, qush yeb qo'ydi, sariq ari ko'zni yeb ketdi, tiraqi bo'lib qoldi. Aybdor shu ari, sariq ari, chumchuq, kana, lekin hech kim men aybdorman, mana aqlim shunga yetmadi demaydi.
Hamma o'zini aqlli deb biladi. Mana Xudoga shukr, bizni shuncha arimiz turgan bo'lsa, bironta o'lgani yo'q. Bittasi ko'z o'yida matkasi yo'qligi uchun mana men bu yoqqa olib chiqib qo'yganman. Matkasi yo'q ekan, arisini nariyoqqa qo'shib yuborib, matkasini u yoqqa qo'shib yubordim. Uni matkasi yo'q edi, bu kichkina ari ekan, u yoqqa qo'shib yuborib, bu yoqqa nega qo'yib qo'yayman? Uyga qaytib kelganlari, men bunga emas, yo bunga kirsin deb. Mana shu bitta, yana qayerdadir ko'z o'yida bitta yoki ikkita qo'shganimiz ham bor. Ya'ni ko'p arilarimiz shu avgust, sentyabr oyida dalada olib kelgani bilan hali ustidagi ayrimlarini mixi olingani yo'q. Agar siz asalarichilik bilimiga ozgina bo'lib ega bo'lsangiz ham, siz ertalabdan kechgacha miyangizni qotirib yurish shart emas. Siz qiladigan ishlaringizni o'sha arini bitta ochishda ichkarida nima kayfiyatligini tushunadigan darajaga yetib qolasiz. Mana hozir даже mana shuni ham ko'rsatishim mumkin. Ayrim mixlari olinmagan haligacha. Bu olingan ekan. Mana bular utilitet qilinmagan. Qish davomida biror marta ari kovlamaymiz. 2-3 marta kelaman, u ham nima uchun kelaman? Video olish uchun kelaman. Shu darajaga chiqishingiz kerak. Bizlar undan ham yuqori darajaga chiqishimiz kerak. Qachongacha shu hamma qilgan ishni qilib yurishimiz kerak. Bir sohada mutaxassis bo'lib, o'sha sohani maksimalni bir pog'oni tepaga o'tkazish kerak. Hayotda yashash maqsadi ham shu odamzodni. Deb endi aqlli gapiryapman. Bu dunyoga kelding, yashading, pul to'plading, o'lding, ketding emas. Bir sohada bir qanaqangadir odam iz qoldirishi kerak-ku hayotda deb o'ylayman. Mana. Keyin arilarimiz mana misol uchun men qizdirishga nega shoshmayapman? Sababi arilarimiz to'g'ri qishloqqa ketilgan, arilar tug'ilib boqilgan, arilar sog'lom. Shuning uchun bularga issiqlik ham kerak emas, suv ham kerak emas, kandi ham kerak emas, havo ham kerak emas. Hammasini o'zlari qilib oladi. Lekin bitta narsani qo'shimcha qilib beraman, chunki penepleksim turibdi. Issiqlikni beraman, suv ta'minlab qo'yaman. Arilar havo isida mana boshqacha gullagan, o'zi ko'zim tushdi. Arilar bizada kechroq tuxumga kiradi. Men kechroq arini tuxum qo'yishini tarafdoriman, chunki sog'lom qishga jo'natilgan arilar kech tuxumga kiradi. Chunki ular xavotir oladigan joyi yo'q. Bular kech tuxum kirsa ham sizni 15 kun oldin tuxumga kirgan aringizdan obgom qilib o'tib ketadi. Chunki bularda birinchidan badani sog'lom bo'lganligi uchun bitta ari bemalol bitta ikkita dona bola emas, 10-15 tagacha bola boqib biladi. Sog'lom, quvvati baquvvat, ovqatni yetarli qilib beradi. Bular sog'lomligi, ovqat zaxirasi ham yetarli. Gulchanki borib olib kelib oladi. Uchib chiqib turib suv olaman deb balchiqda, yerda bitta qo'nib qolsa, mamuk bitta qo'nib qolsa, qolib ketishlar kam bizada juda. Chunki ari to'g'ri qishloqqa jo'natilgan, to'g'ri ularni boqilgan, to'g'ri manipulyatsiyalar qilingan. Bu hozirgi holatingiz sizni 1 yil oldingi qilgan xatoingizga bo'ladi. Hozirgi qilayotgan ishlaringiz avgustdagi qilayotgan ishingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun erta bahordan mana bu ishlarni qilishimiz kerak degan gap o'zi ham noto'g'ri. Navbatdagi qiladigan ishlarimiz deb gapirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu yilgi asalimiz o'tgan yilgi asaldan keyin qiladigan ishlarimiz bilan bog'liq bo'ladi. Chunki asalarichilik bu bugun olding, ertaga asal olding degan emas. Men ko'p gapirdim, shu narsani tushuntirib bildim deb o'ylayman. Shuning uchun bizni guruhga qo'shilamiz. Bizga yordam berasiz, biz o'zimizni ustimizda ishlaymiz, bitta komanda bo'lib, bir-birimizga yordam beramiz. Sizni asal sotish, asal ko'paytirish, biznesda pul topishingizda va shunga o'xshagan asalarichilik sohasining bir pog'oni olib chiqishda sizga biz yordam beramiz. Sizni taklif, talabingiz bizni rivojlantiradi. Bir-birimiz bilan hamohang qilib bu sohani rivojlantirishga hissa qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun faqat yangi boshlovchilarga men aqlliman deb turib adashib qo'ymaydi. Bizlar aqlli deb o'ylab, bizlar xato qilib 100 million zarar ko'rganmizlar. Shuning uchun kursni olib, sotib olib, men bilan aloqada bo'lib, xudo xolisa rivojlanishni davom ettiramiz do'stlar. Rahmat.